Assalomu alaykum Instagram ahli. Xudo xolasa ko'rib o'sha avvalgi Messi qo'l bola bog'larimiz bo'ladi. Bu ko'rib turganlaringizdan shularning вообще нереальный zararli bo'lsam skidka baholarda aytib beramiz. Tak, Lacetti avtomatniki bo'ladi. Bu ko'rib turganlaringizdek Lacetti avtomat. Ko'rsatamiz. Tak, hech qayerda defekt hech narsasi yo'q. Narxini keladigan bo'lsak 200 ming so'm bo'lsa beramiz. Lacetti avtomat. Xuddi shuni Gentra avtomatniki bor. Gentra avtomat. Ko'rib turganlaringizdek Gentra avtomatniki bo'ladi bu. Buni narxini keladigan bo'lsak, narxini 250 ming so'm aytib beramiz. Hech qayerda defekti yo'q. Bu tarafimizda Cobalt avtomatniki bo'ladi bu. Cobalt avtomatnikini o'shanda ko'rib turgansiz 1000 so'm 2000 so'mlik ishi bor. Keyin beri hech qanday zarar o'ynamaydi. Shunday baribir usta bolt bilan qatirib oladi. Buni narxini 300 ming so'm aytib beramiz. Bu yerda o'sha Lacetti avtomat 200 ming so'm deb aytdim. Spark mexanika bo'ladi bu. Mexanika namozini sizlarga ko'rsatib o'taman. Like'larni bosib turasizlar, kommentariyada olov belgilarini qoldirib ketamiz. Buni hech qayerda defekt yo'q. Buni narxini 380 ming so'm aytib beramiz. Kim kerak bo'lsa bizlarga murojaat etaverasizlar. Bizlarga obuna bo'lib qo'yishni unutmang Instagram orqali. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.